Foliyaviy kislota, ya'ni aktiv turi metilfolat, bu qonni sintezida ishtirok etadi. DNK sintezida, organizmning detoksida, asab tizimini shakllanishida, homila rivojlanishdan to'xtab qolishini oldini oladi, erta tushishini xavfini olishi mumkin. O'zi aslida foliyaviy kislota bu vitamin B9, lekin men uni emas, uni aktiv turi, ya'ni metilfolatni tavsiya qilaman. Bu metilfolatni nafaqat homiladorlikka tayyorlanayotgan, balkim homiladorlar va tug'ruqdan keyin va undan keyin ham bemalol ichishni tavsiya qilaman. Chunki foliyaviy kislota, ya'ni o'sha aktiv turi metilfolat, bu qonni sintezida ishtirok etadi. DNK sintezida, organizmning detoksida, asab tizimini shakllanishida, shu jumladan homiladorlarimizda homilani asab tizimi tug'ma nuqsonlarini oldini olishda ishtirok etadi. Undan tashqari homiladorlarimizda gomosisteinni metioninga o'tkazib, qonni ivuvchanligini tushirib beradi. Shu bilan birgalikda homila rivojlanishdan to'xtab qolishini oldini oladi, erta tushishini xavfini olishi mumkin. Shuning uchun metilfolatni men har qanday yoshdagi ayollarga tavsiya qilaman.